Yallig'lanish inflammatsiya. Bu organizmni himoya javob reaksiyasi hisoblanadi. Aynan shikastlovchi patogen faktorlar. Qanday kimyoviy modda bo'ladi? Ultrabinafsha nurlar, bakteriya, virus, zamburug' barcha patogen faktorlarni ta'siriga javoban organizmni o'zini tomir hodisalari, molekulyar hodisalar hamda hujayra hodisalari orqali javob reaksiyasi hisoblanadi. Bu shikastlovchi ta'sirga nisbatan yallig'lanish jarayoni. Bu tipik patologik jarayon. Odatda biz 3 bosqichga bo'lamiz yallig'lanishni. Eng avvalo shikastlanish bosqichi, alteratsiya, eksudatsiya, shu to'qimada moddalarning chiqishi, eksudatsiyalanishi hamda proliferatsiya, shikastlangan hujayrani o'rniga yangi hujayra komponentlari sintezlanishi hamda tiklanishi o'rni. Xo'p. Aytaylik, bakteriya shikastladi hujayrani. Ya'ni antigenlari bilan kelib zararladi. Qaysi to'qima bo'lishidan qat'iy nazar, eng avvalo tomir hodisalari bilan javob qaytaradi organizm. Xo'p. Shikastlangan to'qimadan eng avvalo ishlab chiqariladi mediatorlar, yallig'lanish mediatorlari. Gistamin, serotonin, leykotrin, prostaglandinlar ishlab chiqariladi. Bu birlamchi shikastlanish natijasida, ya'ni bakteriyani ta'siri natijasida ishlab chiqariladi bu yallig'lanish mediatorlari. Bu yallig'lanish mediatorlari to'qima bazofillar tomonidan ham ishlab chiqariladi, semiz hujayralar tomonidan. Xuddi shu leykotrin, prostaglandinlar, serotoninlar yanada tomirni o'tkazuvchanligi ortadi. Xo'sh, undan tashqari fosfolipaza A2 fermenti aktivlanadi. Fosfolipaza A2 fosfolipidlarni arachidon yog' kislotasiga aylantiradi, parchalaydi. Arachidon yog' kislotasi endi siklooksiginaza 1 hamda 2 yo'llari orqali tromboksan A2 hamda prostaglandin I hamda prostaglandin E biologik aktiv moddalari sintezlanadi bu kislotadan, arachidon yog' kislotasidan. Xo'p, lipooksiginaza yo'li bilan esa arachidon yog' kislotasidan leykotrin ishlab chiqariladi. Bu yanada o'tkazuvchanligini orttiradi mana shu shikastlangan to'qimani qon tomirlarining tomir hodisalarida. Natijada ortadi tomirning o'tkazuvchanligi. Xo'sh, endi tromboksan A2 ishlab chiqarildi arachidon yog' kislotasidan siklooksiginaza yo'lida. Xo'sh, mana shu yerda endi tromboksan A2 ni ta'siri bevosita prekallikrinlardan kallikrinlar bo'lsa kallikrinogenlardan bradikinin ishlab chiqaradi. Bu ham endi nimaga olib keldi oxir oqibat, ya'ni to'qima bazofillari bakteriyani shikastlovchi ta'siri endi ikkilamchi alteratsiyaga, birlamchi alteratsiyaga sabab bo'lsa, ikkilamchi alteratsiyaga yallig'lanish mediatorlarining o'zi bradikinin, serotonin, leykotrin, tromboksan A2 bular ishlab chiqarildi. Aynan endi arachidon yog' kislotasidan bu ikkilam shikastlanishga sabab bo'ldi shu yallig'lanish mediatorlari. Natijada eng avval mahalliy shish hosil bo'ladi, ya'ni tumor. Qon tomirning o'tkazuvchanligini orttiradi bu barcha mediatorlar, shish keltirib chiqaradi. Ya'ni plazma hamda un tarkibidagi oksidlar oraliq biriktiruvchi to'qimaga, shikastlangan to'qimaga chiqadi. Xo'sh, bu shish bosim beradi retseptorlarga, og'riq retseptorlariga, notsi retseptorlariga. Natijada og'riq hissi paydo bo'ladi, dolor. Bu mediatorlarning ta'siri natijasida qon tomir kengayib, ko'p miqdorda qon kelgandan keyin mana shu sohada oksigemoglobin ta'siri natijasida endi qizarish, rubor, metabolizm kuchayishi natijasida endi issiqlik ko'p miqdorda ishlab chiqariladi, kolor, issiqlik va funksiya buziladi, funksiya leze. Asosan funksiyaning buzilishi bo'g'imlarda namoyon bo'ladi, yaqqol yallig'lanishda, bo'g'imlarda yallig'lanishda. Xo'sh, bu demak tomir hodisalarida. Endi bu yallig'lanish mediatorlari bevosita P-selektinning ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi, aynan endoteliga ta'siri natijasida bu mediatorlar. Endotelidan P-selektin oksidi endi yopishib, P-selektinlar leykositlarni aynan monotsit hamda neytrofil turlariga konveyer vazifasini bajaradi. Konveyerga o'xshab ular marginizatsiyalashadi. Neytrofil
monotsitlar qirralashib, keyinchalik endi diapedez yo'li bilan chiqadi. Aynan shikastlangan to'qimada ana shu P-selektin adgezion molekulalari vositasida diapedezlanadi hamda hemotoksis, aynan shikastlangan to'qima, yallig'langan joyda endi plazma, uni oqsillari to'planyapti va monotsit va neytrofillar to'planib, mana shu kimyoviy moddalar ta'siri natijasida, ya'ni harakatlanadi mana shu shaklli elementlar, ya'ni monotsit hamda neytrofillar. Xo'sh. Monotsit hamda neytrofillar endi o'zidan interleykinlar ishlab chiqaradi. Interleykin 1, 6, 8 hamda TNF alfa. Hujayrani apoptoziga sabab bo'ladi. Bu TNF alfa tumor nekrozisi faktori rejalashtirilgan dasturiy o'limga sabab bo'ladi. Nekrozsiz. Xo'sh. Endi interleykin 1, 6, 8 ni ta'siri natijasida nima bo'ladi? Eng avval gipotalamusga ta'sir ko'rsatadi, retseptor markaziga. Natijada issiqlik ko'p miqdorda isitma bo'ladi. Endi issiqlik ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Harorat ortadi. Leykositlarning, limfositlarning miqdori ortadi. Endi leykopoyez aktivlanadi. Interleykinlar ta'siri natijasida o'tkir faza oqsillari jigardan ko'p miqdorda sintezlanadi. S-reaktiv komplement sistema oqsillari fibrinogen. Natijada eritrositlarning cho'kish tezligi ham ortadi. Bu oqsillarning miqdori ortganidan keyin monotsit va neytrofillarni ishlab chiqargan aynan moddalar ta'siri natijasida. Xo'p, aynan interleykinlarning o'zi hamda TNF alfa endoteliga ta'sir ko'rsatib, yana ham hemotoksisni kuchaytirib, yallig'lanishni kuchayishiga sabab bo'ladi. Yana ko'p miqdorda mana shu neytrofillar kelib, endi ya'ni leykopoyez aktivlashadi, issiqlik, isitma ko'tariladi va o'tkir faza oqsillari ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Xo'sh. Demak, bu shunday qilib harorat ortdi. Demak, yallig'lanish kelib chiqyapti, belgilari paydo bo'lyapti. Interleykin 1, 6, 8 TNF alfani endoteliga ta'siri natijasida endi P-selektindan tashqari E-selektin ham ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham marginizatsiya, diapedez hamda hemotoksis kuchayadi. Bu tomir hodisalari. Endi molekulyar hodisalar, hujayra hodisalarida endi bakteriyani yo'q qilish kerak. Ya'ni endi opsonizatsiya, fagositoz hamda killing sistemasi ishga tushadi bakteriyani yo'q qilish uchun. Hamda endi yo'q qilib, o'rnini to'ri hujayralar bilan demak to'ldirib qo'yish kerak, proliferatsiya qilish kerak. Hozirgacha nima jarajonlar bo'ldi? Eng avval alteratsiya, shikastlanish, eksudatsiya, ya'ni shish hosil bo'ldi. Tarkibdagi qon tarkibidagi moddalar chiqdi, oraliq biriktirish to'qimaga. Hamda endi yo'q qilish kerak bakteriyani, patogen faktorini, nima bo'lsa ham. Xo'p. Qanday bo'ladi bu? Eng avval opsonizatsiya birinchi bosqich. Bunda bakteriyani ga yuzasi antigenlar bilan qoplangan, ya'ni lipopolisaxarid antigenlari bilan. Komplement sistema oqsillari bog'lanadi bunda. Komplement sistema oqsillarini ham S1 dan S13 gacha bo'lgan oqsillar hisoblanadi. S1 dan S9 gacha bu yallig'lanishda ishtirok etuvchi oqsillar hisoblanadi. Xo'sh, bakteriyani atrofini ketma-ket o'raydi avval. S1, S2, undan keyin S4 bo'ladi, S3, S5, S6, S7, S8, S9 gacha o'rab olib, S5 dan S9 gacha kanal ochadi, birga birlashib bu komplement hosil qilib, membranani teshuvchi komplement hosil qiladi, kanal ochadi. Natriy bilan suv ko'p miqdorda kiradi. Endi bo'kishiga, shishiga sabab bo'ladi hujayrani. Undan keyin S3A hamda S5A komplement oqsillarini ta'siri natijasida esa yanada hemotoksis kuchayadi unda. Ya'ni monotsit va neytrofillar ko'p miqdorda kela boshlaydi. Natijada
Endi yana ham fagotsitozni kuchaytirish uchun opsonizatsiya S3A hamda S5A komplement tizimi oqsillar ta'siri natijasida. Xo'sh. S3B komplement sistemi oqsili bo'lsa, bu opsonin vazifasini bajaradi. Aynan mana shu opsoninga monotsit hamda neytrofillar endi kelib birikadi. Bakteriyaga to'g'ridan to'g'ri birika olmaydi, retseptorlari bilan kelib birikadi monotsit hamda neytrofil. Endi fagotsitoz boshlanadi. Ya'ni o'rab oladida bakteriyani fagotsit qiladi hamda fagosoma va lizosoma hosil qilib birikib fagolizosoma hosil bo'ladida killing boshlanadi. Ya'ni o'rab olib S3 demak A bilan opsoninga birikdida monotsit yoki neytrofil o'rab oldi, fagotsitoz qilib fagolizosoma hosil qildi. Endi fermentativ yo'li bilan killing qilishi mumkin bakteriyani yoki oksidativ yo'l bilan. Fermentativ yo'l bilan killingda kalsiy fermentlarni aktivlaydi. Endonukleaza, proteaza, lipazalarni aktivlaydida yo'q qiladi, aynan parchalab tashlaydi organoidlarni, bakteriyani membranasini. Xo'sh, oksidativ yo'lda endi gipoxlorid hosil bo'ladi, ya'ni erkin radikalni hisobiga bakteriya killing qilinadi. Xo'sh, eng avval NADH oksidaza fermenti ta'sirida pentazofosfat sikldan hosil bo'lgan NADH2 hamda NADH2 dan elektron, ya'ni protonni olib kislorodga beriladi. U super oksid erkin radikalga aylanadi. Super oksid bo'lsa, super oksid dismutaza fermenti ta'siri natijasida vodorod peroksid erkin radikaliga, vodorod peroksid erkin radikali bo'lsa, mieloperoksidaza fermenti ta'siri natijasida gipoxlorid erkin radikaliga aylanadi. Hamda bu bakteriyani o'ldiradi. Erkin radikal nima qilardi? Lipidlarning peroksidatsiyasiga sabab bo'lardi. Undan tashqari xuddi mana shu ferment juda ham lizosomal aktivlikni oshirib yuboradi. Parchalab bakteriyaning o'limiga sabab bo'ladi. Makrofaglar kelib yutib ketadi, tozalaydi, o'rni kerakli hujayralar bilan to'ldiriladi, proliferatsiya qilinadi. Proliferatsiyada endi angiogenez tomir bilan qayta ta'minlanadi shu yallig'langan soha. Xo'sh, regeneratsiya bo'ladi, shu soha yana proliferatsiyalanadi, ham tozalanib, o'rni tiklab qo'yiladi. Aynan yallig'lanishda. Xo'sh, yallig'lanish umuman olganda patologik jarayon bo'lsa ham umuman bu organizmni himoya javob reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni antigenga, patogen faktorga nisbatan organizm himoya immun reaksiyasini ko'rsatadigan tizim.